Xo'sh, hammaga salom. Bugun sizlarga shundoq oziq-ovqatlar narxlarini ko'rsatib ketmoqchi edim. Bugun biz Lidl savdo tarmoqlarida biz kartoshkani 3 kilosi 189, ya'ni kilosi 63 sentdan to'g'ri kelyapti. Piyozni esa 2 kilosi 159, kilosiga 80 sentdan deb qo'ygan yoki mana bio variantlari bor, ya'ni ham sal qimmatroqga to'g'ri keladi. Kilosi 179 dan. Boshqa nima qiziqarli bo'lsa bor ekan. Karomlar narxi. Karom faqat bunaqasi bor ekan, donasi kilosi 79 sentdan. Chesnoklar 200 grammi 90 sent. Pomidorlarning narxiga kelsak, mana kichkinagina pomidorchilar kilosi 2 yevrodan to'g'ri kelyapti. Mayda chudanani cherilari mana qimmat. Xo'sh, zelen yo petrushka, bitta puchok, ya'ni bitta dastasi 159. Yetgancha bodring bo'tdim. Mana bunaqa donalab sotiladi. 139 dan donasi yoki kichkina o'zimiz o'rgangan bodringchilar bor, lekin u juda ham qimmat. 250 grammi 149 dan yoki mana sal kattaroq bor ekan. 3 yevroga 750 gram. Xurmo kilosi 219 dan yoki donasi 55 sentdan. Uzumni yarim kilosi 319 yoki mana cho'mnesi 249 ekan, aralashi 319 bo'lyapti. Yoki yam yashili 199 chegirmada. Mandarinlarning kilosi 229 dan yoki mana limon donasi 79 sentdan yoki bir pochkasi 3 tasi 159. Qulupnay ham bor, topsa bo'ladi. 250 grammi 229. Banan narxlari 129 dan kilosi yoki kivi kilosi 333 yoki donasi chegirmada 39 sent. Xo'sh, nonga keladigan bo'lsa, Germaniyada asosan tosterni non olinadi, bunaqasidan. Bunaqa yoki oppog'idan mana. Yarim kilosi 79 sent. Nonning ham ming xili bor. Kattaroqlari bor, mana 109 dan, ya'ni eng arzoni bizga mana 79 sentga tushadi, yarim kilosi. Shu eng qizig'i bizga endi hozir mana mol go'sht. Yarim kilo lahm go'sht 8 yevro. Kilosi 16 yevro ekan. Yana kilosi 17 ekan buniki. Ham lahm go'sht yoki suyeligi bor ekan mana. Suyeli go'sht skidkada 11.40. Ya'ni 700 grammiga 8 yevro 799 so'rashyapti. Qiymalar ham bor bu yerda mana. Qiymani ham kilosi 400 gram 6,5 yevro ekan, kilosi 16. Bu yog' pastroq ekan buni. Oddiysiniki mana 13 yevro ekan kilosi. Yarim kilosi 6,5 yevro. Xo'sh, mol go'sht ko'rsatdi. Endi o'zimizning byudjetimizga to'g'ri keladigan tovuq go'sht. Endi bu yerda kilosiga sotadi mana 649 ga celый tovuq. Endi tarozga solib qo'yilgan ekan mana 9 yevrolik ekan bunisi. Yoki bio degani mana 979 kilosi. Bunaqa charparaya qilib berganlari bor noshkalarini. Kilosi skidkada 5 yevro ekan. Shulardan bittasini mana olsam kerak. Yoki mana grudkalar bor. Chista file yeyman desa lahm 679 600 grammiga ekan bu. Kilosi 11.32. Bunaqa bo'ladi. Bu ko'proq bizga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu yerda yaxshi kolbasa topish qiyin. Bittachi mol go'shtligini olib turaman. 100 grammi 249. Keyin tovuqligi ham bor. Tovuqligi mana 159 ga 100 gram. Уже tayyor kesilgan bo'ladi bu yerda. Sirlarni ham sirasi ko'rsatib yubordik. Sirlar ham kesilgan olinadi bu yerda pochkalar. Mana 250 grammiga 189 dan. Bu kattaroq pochka 400 grammlik pochkasi 245. 10 ta dona tuxum 199. 1 kilo shakar 99. 1 kilo un 59 sent. Yarim kilo makaron 139. İtalyanskisidan pista yog'. Nima bu 700 ml mi? 1 litr ekan. 169. Yog'ning ming xili bor.
bizga shunisi to'g'ri keladi. Mavochkadan kimgadir ham tvorog qiziq bo'lsa 250 gram tvorog 229 yoki mana Filadelfiya bilan solishtiraman desanglar, korzinkada qarab ko'ringlar narxini. 229 Filadelfiya. Sutlar narxi keladigan bo'lsa, mana 1.85 sentdan boshlanib, skidkada 1.25, 1.35 har xildan bor. Sariyoli ham mana shunaqa. Katta skidkada 1.89 99 ga mana bor. Atak oddiy narx 3 euro o'zi. Sariyoli narx. Ma'mul narx ham shu 4 euro bo'lgan ekan. Juda katta skidkada berib olishibdi. Olaman shekilli. Xo'sh, kofemanlar uchun kofelar narxi Nescafe Gold 579 skidkada yoki 899 bunaqasi. Qafasga solib qo'yishibdi. Uxlashayotganda ko'p. Xo'sh, bu yoqda endi choy kulturasi jari rivojlanmagan bo'pchaga bilan qo'yib qo'yishgan. Paketli choylardan 2.35 eng mashhur mana shu Maestro deganda 2.35 bo'lsa 25 ta donasiga, ya'ni 25 marta choy ichasiz. 2.35 ga yoki a'zolardan ham bor, qanaqadir ham 1.69 dan. Shirinli qiziq bo'lsa, mana Milka 499 dan 200 gram ekan. Yo'q, Raffaello 395 dan. Shogoten 2 euro. Xullas shirinlik qilib yotibdi bu yoqda. Har xilidan bor. Qolganlarini bilmayman. Asosiy 1.20 atrofida Lidl o'zining shokoladlari bor. Xo'sh, ichimlikka keladigan bo'lsak, kola narxi juda katta skidkada 50% ekan. Atak eski narxi 1.59 79 sentdan sotilyapti. Lekin bizadagi kolada bu oddiy razmeri 1.25 talik bo'ladi. Asosan zero ichaman, 50% bo'lganiga olib qo'ysa bo'lar ekan. Ichimliklar ming xili bor. Lidl o'zining ham qanaqadir ham kolasi bor. Kimdir mana menga o'xshab o'zimizdan ovqatlarni sog'inib tursa, endi o'zimizdan degan o'risdan ovqatlarni. Chuchvaralar bor mana. Henshin sayt. Bu bo'shlik 1 kilosi 699 ekan. Endi buni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Hozircha uje ko'chada hamma shu narsalarni ichib yuribdi. 1.39 dan Red Bullda har xili. O'zi originalini qaysi birini ham tushunmayman, amma bu ekan. 250 millilitrli 1.39 dan energetiklarni ham xilib tiqilib yotibdi. O'sha Gorillaga o'xshaygani ham bor, kerak bo'lsa. Lidl o'ziniki ham bor. Shunaqa. Xo'sh, energetik olgandan keyin endi pista qurtlar yo'q bo'ldi. Lays olinadi 1.99 ga 150 gram. Lays ham uncha mashhur emas bo'ldi. Nemislar o'zini ichki haqida brendlari bor, arzonroqqa, sifatliroq bo'lsa ham kerak. Xo'sh, mana deyarli o'zim uchun 1 kun, 2 kunlik mana bozorlik qilib qo'ydim. 700 gram tovuq muzlatilgan. Ozgina sabzavotlar. Deyarli 2 kunga yetadi, narxini chiqarib qo'yaman chetda. Xullas shunaqa gaplar.